Faqatgina YouTube kanali a'zolari uchun mana shu ikkita $50 sovg'a qilamiz. Ya'ni bitta odam ham $100 yutib olish imkoniyati bor. Mana shu turgan tovarlarning любой bittasini ichiga tiqib qo'yamiz. Sotib olsangiz, bu sizniki bo'ladi, siz bilan birga ketadi. Bu aksiyamizni umuman Instagram, Telegramga qo'ymadik, chunki endi obunachilarimiz yetarli. Bu faqatgina YouTube kanali a'zolari uchun qilingan. Zo'ra ham pastel olsangizda, ham ichidan $50 sovg'asiga pul chiqsa, bunaqa narsadan faqatgina foydalanish kerak. Bu zo'r imkoniyat. Voy, o'zim ham topa olmayman. Aytgancha bu tensillarimiz hozir skitkada, bunaqalarni $75-80 sotganmiz. Hozir narxi $45. Yumshoq mazza qilib ishlatasizlar. O'zimiz bir 3 yildan beri ishlatamiz uyda, juda ham zo'r. O'ylayapman, ikkinchi $50 qaysi pastelni videoning ichiga tiqsam ekan. Bu yangi kelgan pupillarning modeli, yozgi ham, Plet Prostina nalchkasi bor. Buni qudalaga obro'si to'kilmaydigan odam sovg'a qiladi, to'g'risini aytaman. Faqat yaxshi narsa bo'lsin deydiganlarga. Bular ham yangi modeli, Pletini qaranglar qanaqa chiroyli. O'zini diffuzori ham bor. Hidi vahsha dahshat ekanda. Do'kondagi ba'zi narsalarni sekin-sekinlik bilan obzor qilamiz. Mana shu YouTube kanalimizda ko'rib borasizlar. Narxlarni ham aytib o'tiraveramiz. Buni ham qisqacha aytib ketaman. Prostina bilan ikkita nalchka, materiali satindan, narxi 250 ming. Eng top sotilgan tovarlarimizdan bittasi mana shu. Xalatlarni qaranglar, vafelli xalat, musko, jenskiy, billa qilib olsangiz ham bo'ladi sarpaga. Hozir aytgancha ko'pchilik ikkitalab xalat olyapti sarpaga. Bitta qalin xalat olyapti qishki, bitta yupqa xalat olyapti. Endi albatta sizlar cho'nchagingizga qarab olasizlar, o'zingizga qulayini. O'zi hozir ko'pchilikda domla issiq, uyli issiq, o'shanga yupqa xalat olishni tavsiya qilamiz, kiyishga qiynalmaysizlar. Bu yerda muslinoviy xalatlarimiz, bu ham Mason-Dor firmasiniki. Ko'pchilik bu firmani mahsulotlarini sevib ishlatishadi, shunga tiqib qo'yish niyatim bor. Lekin bu ham qimmatda, ikkita qimmat tovarga tiqqim kelmayapti. Bittasini arzonroq tovarga tiqmoqchiman. Pulni olib, sekin arzon tovarlarga o'tamiz. Bu yerda bizda pupillarning sochuvlari, bitta bandning, bitta litsoy. Mana shu pletlarimiz skitkada 155 ming sotilgan, hozir 130 ming. Mana shuning ichiga tiqib qo'yamiz. Sizlar o'ylamanglar, bu shunchalik oson bo'lmaydi, tepasida turmaydi. Endi hozir videoda qulay bo'lgani uchun tepasiga tiqib qo'yganmiz. Lekin biz hozir video tugagandan keyin bularni joyini almashtirib qo'yamiz. Ya'ni pul o'sha ichida turaveradi, lekin joy almashadi. Aytgancha, bu begonaga ketib qolmaslik uchun bu aksiyani faqatgina 1 kun beramiz.